Kung Fu Panda haqida 17 ta fakt. Qani boshladik. Kung Fu Pandaning ikkita otasi bor. Birinchisi Radnoy, ikkinchisi boqolgan. Kung Fu Pandaning onasini Lord Sheng o'ldirgan va Kung Fu Panda bu ish uchun shunchaki kechira olgan. Kung Fu Panda multfilmi 2008-yilda chiqqan va uni DreamWorks kompaniyasi taqdim etgan. Kung Fu Pandadagi Po obrazi uchun aktyor Jack Black tanlangan va personajning kulgili harakatlari yanada ko'paygan. O'z o'yinchoqlarini egzo-haykalchalar deb nomlaydi. Multfilm yaratishda haqiqiy jang uslublari va ibodatxonalardan foydalanishgan. Kung Fu Pandaning Skadush nomli jang usuli internetda haqiqiy memga aylangan. Kung Fu Panda multfilmidagi yo'lbarsga Angelina Jolie ovoz bergan. Po ovqatni yaxshi ko'rishi bejiz emas. Animatorlar aytishicha, uning harakatlari haqiqiy pandalardan olingan ekan. Tai Lungning qamoqdan qochish sahnasi oylar davomida ishlangan. Po ismi qimmatbaho degan ma'noni anglatadi. Kung Fu Panda multfilmidagi Uguega Radukal Duk Kim nomli aktyor ovoz bergan. Multfilmdagi eng yoshi katta personaj ham Uguay hisoblanadi. Do'stlar, videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 17 ta fakt qaysi multfilm qahramoni bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayr, sog' va salomat bo'ling.